Bu videoda hech kim ko'rsatmagan trenajyorni eng kerakli qismlaridan birini aytib o'taman. E'tibor berasizlar. Bu noshkasi, oldi noshkasi 92 ga bu yog'i 50 bo'ladi. Senterini chizib yuboriladi. Turbani qalinligi 32 lik turba. Tekis qilib mana bu yerda qoliplari bor. Mana unga narigi chekkaga mahkamlanadi. Bu yerda ikkala chekkani o'rtasidan o'tadi. Mana o'rtadagi temirga senter chizig'i qo'yiladi. O'shunda liniya tekis chiqadi, hech qayerga ketib qolmaydi. Bu kerakli joyi. Bu qaysi qism desalaring, e'tibor bersalaring, buni asosiy nima chiqqan? Tiyaga chiqqan o'rtadan rolonlagan tiyaga o'sh qism bo'ladi. Bugungi qilinadigan ish rol qilinadi. Mana bunaqa ushlanadigan ruchkalari qilinadi. Keyin xuddi shu qatiriladiganlar, bu orqa noshkalar bitta, yana 10 taga komplekt bo'lgan. 3 ta tayyor, 4-chisini boshlandi. Nimada syomka qilyapti deb o'ylayotganlar uchun mana biz держак, telefon держатель. Telefonni qo'yamiz. Qistirg'ich va cho'tki ketaveradi ya. Hammasi joyida. Gazli ligrovkalari boriga ochilgan. Bu yog'ini 03 ga qo'yilgan. Ko'ringlar 03. Bu yog'i 4 davlina, yangidek gaz balonligi uchun davlina katta. Oxiri 1 gacha tushadi. Keyin pastga tushib ketadi. Ligrovkani mashqdan qilinadi. Ochasiz, yopasiz. Eng zo'r davlina argonda ko'tariladi. Pol avtomatda pastroq ishlasangiz ham bo'ladi. 03 ta turibdi hozir. Kechagi ishlar qutilar bo'lgan. Hozirgi ish shundan boshlandi. Soat 8:30 bo'ldi. Ishni boshladik. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvvali bola. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqmasin. Izohlarda o'z fikrlaringni yozib qoldiringlar. Sog' salomat bo'linglar.